Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan siri uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan siri texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan siri ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Savoqdaşlar, bugün men sizlarga so'zlamoqchi bo'lganim psixologiyadagi qilmishizmchilik nazariyasi, qilmishizmchilik nazariyasi. Qilmishizmchilik nazariyasi nima tushuntiradi degan vaqtda, odamda, ba'zi odamlarda shakllanib qolgan odatlarni, qiliqlarni, harakatlarni, mayli nachar bo'lsin, mayli ijobiy qiliqlarning qanday qilib shakllanganligini, bu qiliqlarni qanday qilib kuchaytirib, qanday qilib ojizlashtirganligini tushunib o'tamiz. Ham bu darsda agar to'g'ri tushungan vaqtda bolalarning kichik vaqtdan boshlab ota-ona o'zi xohlagan yoki bo'lmasa to'g'ri bo'lgan ba'zi aktiv ijobiy bo'lgan qiliqlarni shakllantirishga foyda bor. Undan boshqa bolalarda allubun shakllanib qolgan ba'zi qiliqsizliklarni, nachar odat qiliqlarni yeshish yoki o'zgartirishga nisbatan belgilik darajada ta'sir ko'rsatadi. Hamda odamning qilmish harakatlari 3 xil usulda shakllanadi. Ya'ni birisi odatlanish, ikkinchisi klassik shartlanish, uchinchisi mashg'ulot orqali shartlanish. Unda biz bu 3 xil usulni ayrim-ayrim ko'rib baqamiz. Birinchisi odatlanish. Odatlanish degani nima? Odatlanish deganimiz ma'lum bir yot harakatning yoki bo'lmasa yot shayning bizga ko'rinish qatim sonining eshib berishiga ergishib, yoki bo'lmasa bizning uni qilish qatim sonining eshib berishiga ergishib, u bizga bir tunish bo'lgan narsaga aylanish. Yoki bo'lmasa aslida bizning tunish bo'lgan muhitimizda yo'q bir narsa tunji qatim kelgan vaqtda bizga g'alati ko'rindi, ammo u takrorlanish jarayonida yana bizning tunish bo'lgan muhitimiz ichiga kirib ketadi. U bizning tunish bo'lgan muhitimiz kirgan vaqt shu degan vaqtda u bizning odatimizga aylanib qolgan bo'ldi. Masalan, hey desam, hammanglar tunji qatim qaraysizlar. Ikkinchi qatim hey desam, bu 2, 3, 4-chi qatim bo'lganda sizlarga nisbatan bu hech qanday bir xil tuyg'u bermaydi. Balkim bema'ni tuyulishi mumkin. Demak, men tunji qatim hey degan vaqtim bilan keyingi 2, 3-chi qatim o'xshamaydi. Tunji qatim biz ma'lum o'zimizga tunish bo'lmagan, mayli ovozga diqqatlash bo'lsin yoki ko'rish tizimimiz orqali bo'lsin yoki o'miz qiliq harakatlarimiz bo'lsin, tunji qatim bizga g'alati tuyuladi. Ammo 2, 3, 4-chi qatim takrorlanish jarayoni bo'lsa, bu bizning o'zimizga tunish bo'lgan muhit kirib ketadi-da, biz bunga tezla odatlanib qolamiz. Yoki bo'lmasa bunday faraz qilaylik, dadanglar yoki opanglar yangi televizor sotib oldi. Sizlar maktabdan qaytib, uyga kirsanglar bir televizor tug'dik. Shunlar, "Vah, televizor" deb xo'sh bo'ldinglar.
Ertesi va televizor. Üçüncü günüm va televizor. Dördüncü günüm va televizor demeyende. Neymiş kalsa tuncu günü bu televizor bizge yeni şey, biz hayacanlandık. Ama 2, 3, 4. gün çülse, o bizge tekrarlanışa, kürüş çizimimiz arkalı tekrarlanışında bu bizge adetlenip ketke hesaplandı. Biz bunu adetini işleyemiz. Çünkü televizor bu kadar bizge tunuş boğan muhit işe kirket. Hareketler şunda buldu. Bazı adamdaki hareketler tunç ketim çıkan vakta galit tuyuldu. Keyin çö degende o tunuş. Mesela şopurlukni o'rgangan vaqtda nurg'a odamlar şopurlukni o'rganishdan burun tunchi qatdan mashina chiqqan vaqtda hayajonlandi mesela. Jiddiylikda rol tutganda bo'lsin yoki xot sog'an vaqt jiddiylikda. Ammo bu haydavri jarayon cho'sa, bu odam u harakatga burun odatlanib bo'ldi. U odatlanib bo'lgandan keyin uni xotni aning salaman deymizmi? Qo'lida tabiiylar xotni yotkash narsalari intayin tabiiy holatga yoki rolni qandoq burash, u tabiiy holatga kirgizgan gap. Yak olmasa, sizlar tunji qatim uyangga qaytish yo'lida yoki ma'lum bir yerga tunji qatim borgan vaqtda chuqum shu joyga sizlarni boshlab boradigan vakil xarakterlik jismlar qarab olsizlar. Bu yerda eriq va, bu yerda daraxt va, bu yerda yo'l va, oyoq qarilman deb. Ammo 2, 3, 4, 5 qatim bo'lgan degan vaqtda sizlar uning atrofidagi muhitga zang sanmay turib bora olasizlar. Boshqa narsani xiyol qilib turib bora olasizlar. Nima ish qilsa, bu takrorlanish jarayonida atrofdagi shay sizlarga tunish bo'lgan muhit qaynab ketgan. Undan buni biz turmushimizdan qanday qiyalamiz deymiz. Biz bolalarni qilaylik, bir ota-ona balasiga bir chaylik o'yinchi qilib, bu bol degan shundoq o'ynaydi. Hech nima bilan kari yo'q, tomoq yemay o'ynaydi. Ertasi o'ynash mumkin, o'g'illik. Ammo 4, 5, 6 kunlarcha bu o'yinchiqni ya tashlatish mumkin yoki o'ynamas mumkin. Nima ish qilsa, bola tunji qatim bu o'yinchiq ko'rgan vaqtda uningga tunish bo'lgan muhitda bunday o'yinchiq bo'lmaganlik uchun bola bir xil hayajonlandi. Ammo 2, 3, 4 qatim cho'sa bu o'yinchiq uning allabirun o'zining muhit ishiga kirib ketganligi uchun buningdan hech qanday hayajonlanmaydi. Shunga bu xil odatni hech qanday narsa bo'lsa, tunji qatim bu yot narsa, ammo takror jarayonda bizga o'xshash muhit kirib ketgan. Unda arayallar o'tirisidagi munosabat qanday bo'ldi? Har qanday arayalning ham to'y qilish jarayonida, u tunji qatim ko'rishgan vaqtda yoki dastlabki mezgillarda intayin bir xil bir-birisiga nisbatan qizg'in muhabbat yoki hissiyot ichida yashaydi. Nima ish qilsa? Chunki er ayollar bir-birisiga nisbatan tunji qatim o'xshamagan muhitda. Ularga nisbatan shikrisi bir xil g'idiqlig'uchi muhit yoki bo'lmasa bir xil qiziqish tuyg'usini beradigan bir xil yot muhit hisoblandi. Shu bularda bir-birisiga intayin cho'nqur qiziqish shakllandi. Ammo kurshavergandikincha, to'y qilgandikincha, bir uyda turavergandikincha, albatta qarshi taraf yan bir tarafga nisbatan burun odatga aylanib qolgan bir muhit qaynab qoldi. Bunday vaqtlarda bularda hissiyotning tuvallishi bu tabiiy ahvol hisoblanadi. Shunday bo'lgan ayollar bu nuqtani tushunmaganlik uchun ba'zi ayollar masalan yo'ldashim men burunqidek muomala qilmaydigan bo'ldi, burunqidek qizg'in muomala qilmaydigan bo'ldi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu psixologiyadagi bu bir yuzlanish, bu bir tabiiy taraqqiyot bo'ladi. Uning burunqiga o'xshab qizg'in bo'lib ketishi mumkin bo'lmaydi. Nima ish qilsa, tunji qatim vaqtda u ayol yoki yo'ldoshi uning nisbatan bir yot muhitda. Bunda vaqtda xuddi kichik bola o'yinchiq ajoyib qiziqib ketgandek, uning butun diqqat nazarini beradi, yoki butun kuyinishni beradi. Ammo vaqtning suzalgan siri cho'sa, qarshi taraf bir-birisiga nisbatan tunish bo'lgan muhitga kiradigan gap. Bu odatlanishning arayallar o'tirishi. Shu arayallar o'tirisidagi nikohning hissiyotning o'ziga asoslanib bu nikoh turmushni davomlashtirman desa bu mumkin bo'lmaydi. Hissiyot orqali nikoh qurilish mumkin, ammo mas'uliyat orqali bu nikoh eng oxir davomlashadi. Hargiz hissiyot orqali men davomlashtirman desa, bunday nikohlarning ko'pinchisi chuqur belgilik darajada qiyinchilikqa yoki tushunmaslik yuz bergan gap. Biz buni odatni deymiz, odatlanish deymiz. Odatlanish. Mesela kichik bola nima deylik? Kichik bola tunji qatim yuzini yuvgan vaqt ajoyib hayajonlanib ketishi mumkin. Ammo 2, 3, 4, 5 qatimcha uning yuzini yuvish allabirun odatga aylanib qoldi. Hayajon degan narsa yo'qaydigan gap. Ham odatlanishdan odam qanday foiz olsa, odatlanish odamni xatardan saqlaydi. Masalan, men sinfda sizga dars davataman, men 5-6 qatim, 7-8 qatim o'tgandan keyin bu yerdagi bolalar men tunish chiroyga aylandi. Tuyuqsiz, notush bir skiz shu. Meni diqqatim butun silidan
dal shu mush muhitga natmış bo'lgan shu odamga tushadigan gap. Men bu odamni kuzdiman. Bu odam men xatar yetkazamni, yetkazmamdi. Agar u men xatar yetkazsa, men darhol uningda o'zimni aqchiman. Agar xatar yetkazmasa, tunji kuni uningga qiziqaman, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kunlar uchsa, u mu sizlarning mush aranglar kirgitida bizning muhitimiz kirib ketgan bo'ldi. Shunga bu xil odatlanish odamni nurg'ulg'an xatarlardan saqlaydi. Yoki o'yga ketib borsizlar. Tuyuqsiz uyanning yenda aslida yo'q bo'lgan ma'lum bir narsa tiklanib qoldi masalan yoki tumir shatka yoki bo'lmasa sizlik natmış bo'lgan bir jism paydo bo'lib bo'lsa, sizlar tunish muhitdan darhol shu muhit ishidagi sizlarga natmış bo'lgan muhitga sizlar diqqat qilsizlar. Bu vaqtda yuksak darajada diqqat qilsizlar. Uning sizlik bo'lgan xatini olib chiqsizlar. Agar xatarlik bo'lsa, uningdan o'zinglar qilsa yoki uningga belgili tadbir qo'llansa, xatarlik bo'lmasa, u mu kulavrish jarayonida sizning muhitingiz aynab ketadi. Odatlanish. Ikkinchisi İkinci klassik şartlanış. Hem de klassik şartlanışda biz ekran qarab bakaylı. Ekran diqqat qilsak, ayada bir qo'ng'iroq var. Ayada bir ish var. Qo'ng'iroq jiringlatgan vaqtda ishda hech qanday inkas bo'lmaydi yoki sho'lga yoqmaydi. Inkas bo'lishi mumkin, qarish mumkin, ammo ishda sho'lga yoqish yuz bermaydi. Ikkinchi rasm, qo'ng'iroq bor, go'sht bor. So'ngan go'shtni ko'rgan vaqtda ishda sho'lga yoqish boshlaydi. Qo'ng'iroq jiringlatamiz. So'ngan go'shtni ko'rib, ishda sho'lga yoqish yuz berdi. Biroq bu go'sht bilan biz qo'ng'iroqni birlashtirib etdik. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatim qildik. Eng oxirgi rasmda cho'lsa, go'shtni ilib etiblar, qo'ng'iroq jiringlatdik, ishda sho'lga yoqishga boshladi. Biz buni klassik shartlash deymiz. Yana bir qatim deyman, ha? Avval qo'ng'iroq jiringlatgan, ishda hech qanday sho'lga yoqilmagan. Ammo ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatim biz qo'ng'iroqni nim bilan birlashtirdik degan vaqtda go'sht bilan birlashtirdik. Ya'ni go'shtni qo'ydik, sho'lga yoqdik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik. Eng oxirgi cho'si go'shtni ilib etib qo'ng'iroq jiringlatsak, ishda sho'lga yoqish boshladi. Unda esa ishdan sho'lga yoqizayotgan narsa qo'ng'iroqmi yoki go'shtmi degan vaqtda amaliyoti go'sht. Go'sht bevosita g'idiqlovchi hisoblanadi. Ammo vositali g'idiqlovchi qaysi desa qo'ng'iroq. Eng oxirida go'shtni ilib etsakmi, ishda sho'lga yoqish boshladi. Biz buni klassik shartlash deymiz. Buni psixolog Ivan Pavlo tajriba etib bo'lgan. Shunga bu xil tajribani, bu xil shartlanishni biz nimalarga yo'tkab tushundiramiz degan vaqtda odamlarda shakllanib qolgan ma'lum narsalardan qo'rqish. Ma'lum narsalarni yaxshi ko'radigan, ma'lum narsalardan bezor bo'lish odatlarini biz klassik shartlanish orqali tushundiramiz. Unda buni qanday tushundiramiz? Unda esa ishning bu xil tajribasi cho'qim yodingda bo'lsin. Men buni yili boshqa narsalarga yo'tkayman. Unda men bir qatim so'rayman sizdan. Bevosita g'idiqlovchi qo'ng'iroqmi, go'shtmi? Bu yerda bevosita g'idiqlovchi albatta nima? Go'sht, to'g'ri? Vositali g'idiqlovchi bo'lsa qo'ng'iroq. Ammo vaqtning o'tishi bilan nimaga shartlandi desa, qo'ng'iroq shartlanib qoldi. Shunga go'shtni ilib etsakmi, qo'ng'iroq jiringlatsakmi, ishda sho'lga yoqish boshladi. Unda esa biz ikkinchi rasm ko'rib boqaylik, ha? Buni psixolog Torundayk etgan bir tajriba. Ya'ni kichik robot tajribasi deb qaraymiz. Kichik robot tajribasi qanday qilib berilgan desa, kichik robotga nihoyatda chiroyli to'shqandan birini qo'ygan. Tunji qatim robot to'shqanni ko'rgan vaqtda to'shqonga bir xil amroq bo'lib qolgan. Uni qo'rqish hissiyoti yuz bermagan. Ammo to'shqanni ko'rsatgan vaqtda Torunday qanday qilgan desa, buvoqning oqiga chiqib, bolqi bilan metal urgan. Jangida ovoz chiqargan. Chunki insonning tug'ma qo'rqishi birisi ullik ovozdan tug'ma qo'rqaydi, yana birisi qo'ldan siyrilib chiqib ketishdan qo'rqaydi. Bu tug'ma qo'rqash hamdir. Yana birisi jilondan tug'ma qo'rqaydi. Qolgan narsadan qo'rqashdan ham shartlanib qolgan deb qaraymiz. Unda bo'lsa, robot to'shqanni ko'rdi, bolqi bilan metal urildi. Robot yana to'shqanni ko'rdi, metal bilan bolqi urildi, ullik ovoz qo'rqdi. Eng oxirida bolqi bilan metal urmay turiblar, to'shqanni ko'rsatsa, robotda qo'rqash yuz berdi. Bu qatim garchi ovoz bo'lmasimi? Uni bevosita qo'rqash sezimini keltirib chiqarayotgan metal bilan bolqini urgan vaqtiki bu xil bevosita g'idiqlovchi bo'lmasimi? To'shqanni ko'rib qo'rqib ketgan. Unda biz o'ylab boqaylik, robotning qo'rqishini keltirib chiqarayotgan narsa haqiqatanda bolqimi yoki bo'lmasa to'shqanmi degan amaliyoti bolqa bevosita keltirib chiqaruvchi. Vosita keltirib chiqaruvchi qaysi esa to'shqan. Biroq keyin bundaq narsaning 3-4 qatim takrorlanish oqisida garchi ovozni anglamasmi, kichik robotda qo'rqish paydo bo'lgan. Tushundingizmi? Yaxshi. Unda men buni mundaq tushuntirib qo'yay. Ba'zi bolalarda lag'men emaslik shakllanib qolgan bo'lishi mumkin. Lag'menni ko'rsalam bearam bo'lgan. Biz buni psixikada mundaq tushundira olamiz. Masalan, bu bola bir kun lag'men yeyotdi.
Yatqanda atangiz qattiq urishib ketdi, yoki bo'lmasa varanchuron qildi, ovoz chiqdi. Chunki ullik ovoz har qanday vaqtda kishilarga bir xil vahima, qo'rqinchni tug'um paydo qildi. Lag'mayatdi, atangiz urishib ketdi. Lag'mayatdi, atangiz urishib ketdi. Keyin atangiz bo'lmasimi, urishmasimi, bu balda lag'may esa biyaram bulash yoki qo'rqash paydo bo'ldi. Qo'rqash garchi bevos qo'rqib ketmasmi, lag'man deblam. Ammo uningda lag'mandan bezor bo'lish shaklida qildi. Yoki bo'lmasa bu bola suiqashyapti. Tuyuqsiz atangiz urishdi. Ikkinchi kun suiqashgandim atangiz urishib qolgan bo'lsa, unda olsa bu balda keyincha nimadan bezor bo'lish kelib chiqish mumkinsa, suiqashdi.